Oqsoch kitob haqida gaplashamiz. Oqsoch kitobi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hamma kitobxonlarning yurigidan joy olgan kitob. Oqsoch kitob haqida gaplashamiz. Oqsoch kitobi Winchesterlar xonadoni hayoti haqida so'zlaydi. Winchesterlar xonadoni 3 kishidan iborat. Andrew Winchester, Nina Winchester va ularning qizi Cecilia. Winchesterlar xonadoni juda ham boy oila bo'ladi. Ularning bank hisobidagi boyliklarining raqami 8 xonaning sonini tashkil qiladi va ularning uylarida alohida kinoteatr, o'yingoh shu kabi joylar mavjud bo'ladi. Birinchi o'rinda Nina Winchester Andrewga aytmasdan oqsoch olish uchun e'lon tarqatadi. Bu e'lon esa Milli ismli qizchani qo'liga yetib boradi. Milli taxminan 18-19 yosh orasidagi qiz bo'ladi va Milli ish taklifini qabul qilgandan so'ng Nina Winchesterlar xonadoniga kirib keladi. Ular Nina bilan suhbatlashishadi va Nina unga uylarni ko'rsatishni boshlaydi. Va Nina shunday dediki, agar siz bizga ishga kirsangiz, aynan shu xona sizniki bo'ladi deb bir chordoqqa olib chiqadi. Chordoqdagi kichkina xonani ko'rsatadi. U xonaga esa uzun, qorong'u, g'ijirlaydigan zinalar orqali chiqish kerak bo'ladi. Milli juda ham qo'rqadi, lekin xona ichiga kirgandan keyin chiroq yonib, xona qo'rqinchli emasligini anglab yetadi. Shunday suhbatdan so'ng Milli uyga qaytib ketadi. Bir hafta davomida Ninaning qo'ng'iroqni kutadi. Bir haftadan so'ng Nina qo'ng'iroq qilib, ishga taklif qiladi va ertadan ish boshlashi mumkinligini aytadi. Ertasi kuni Milli Ninaning xonadoniga boradi va bog'da ishlayotgan bir bog'bonni ko'radi. Uning ismi Enzo bo'ladi. Bog'bonga qarab salom deb qo'l silkitganida, bog'bon bunga boshini sarak-sarak qilib silkitadi. Xuddiki bu yerga kirma, kelma deganday. Lekin Milli nimaligini tushunmaydi va eshikni ochishni iltimos qiladi. Eshikni ochishni iltimos qilgandan keyin Enzo eshik oldiga keladi va eshikni ochib "Perisicola" deydi. U italyan bo'ladi. Enzo Milli uni ingliz tilini bilmaydi deb, "Perisicola" nimaligini bilmay, kola so'zi qatnashgani uchun qandaydir ichimlik deb o'ylaydi va uyning ichkarisiga kirib Nina bilan ko'rishib, ish boshlashi mumkinligini va xonasini ko'rsatadi Nina. Milli xonasiga kirib, narsalarini joylashtirayotganida xonadagi g'ayrioddiy manzaralarga duch keladi. Xonadagi eshik orqasida qandaydir tirnoq izlari bo'ladi. Xuddiki tirnoqlari bilan eshikni shilganday va u yerda kichkinagina bir derazacha bo'ladi. Lekin u derazani ochishga uringanda u qilaylab tashlangan bo'ladi va umuman ochilmaydi. Va eshikning qulfi ichkaridan emas, tashqaridan bo'ladi. Bu hodisalarni ko'rgandan keyin Milli juda ham qo'rqadi. Va derazadan pastga qaraganda yana o'sha bog'bon Enzoni ko'radi. Enzo esa bunga yana xuddi shunday qilib boshini sarak-sarak etib qimirlatadi. Enzoni ko'rgandan keyin eshik oldida aytgan so'zi esiga tushadi va tezda Google'ga kirib, "Perisicola" so'zining tarjimasini qidiradi va u so'z xatar degan ma'noni anglatadi. Agar shu kitob qiziq bo'lsa, albatta o'qib ko'rishingizni tavsiya beraman. Men o'qib juda ham katta emotsiya oldim. Oxiridagi burilish esa sizlarni hayratda qoldiradi. Shu va shu kabi videolar uchun menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr.